Allo, quda. Hayitga tog'orada shirinlik yuvarmaysizmi? Voy oyijon, o'zim sizga ikkitasi bittada bo'lgan chakchi bo'g'riq qilib beraman. Xamirga suv, yog', tuxum, shakar, razriqli til qirsillab chiqsin siz, ozgina uksus qo'shib yuborasiz. 10 minut tindirib, ikkiga bo'lib olamiz. O'rtacha kattalikda yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kvadrat shaklda o'rab, yana kraxmallab, boshida ozgina jovada, keyin qo'limizda tortib xamir yoyib olamiz. Nachinkasiga o'zimizning yong'oq bilan xandon pistadan foydalanamiz. Tugilishi boshida ozgina qiyin tuyulishi mumkin, lekin bitta tugib ko'rsangiz shunaqangi oson bo'ladi. Xohlasangiz dumaloq qiling, xohlasangiz serjechka qiling. 160 gradusda oldindan qizitib qo'yilgan Laretta mini pechimda 40 minutda pishib chiqdi. O'zi ham bu mini pechimda hamma narsa pishirib ko'rdim. Buni chakchi qo'rib, o'zingizdan qo'rilgan chakchi bo'lib qolmasligi uchun yangichasi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar. To'xtang, yurechani bosib, yaqinlagi videoni jo'natib qo'ying. Oxirida полезный rubrika bo'ladi. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deganlaridek, Laretta mini pechi bilan har bitta taom shirinligimizni bittada o'xshab chiqadi. Bunaqa funksional 70 litr hajmga ega. Narxini bilish uchun kommentariyada plyus belgisini yozib qoldiring. Yo'qligini eshitib shok bo'lasiz. Laretta mening tanlovim.